Men o'zim hal qilaman. Siz Sen o'sha hammasini hal qilib bo'lding. Sardor, o'g'lim, aybdorni topdingmi? tekshirdim, adi. Qurilishda hammasi joyida. Qog'ozlarni ham mana 3-4 marta tekshirdim. Obyektga ham o'zim borib bitta tekshirib chiqdim. Hayronman. Qayerdan bunaqa gaplar chiqyapti? Unda yaxshi o'g'lim. Mijozlar yonida yuzimiz. Alo. Xo'jayin qurilishda chirpa, ikkinchi etaj qulab tushdi. Nima? Hech kimga hech narsa qilmadimi? Prorab? Kamoliddinmi? Qaysi больницаga? 5gami? Bo'ldi, hozir boraman. To'xtang. Adi. Men o'zim hal qilaman. Siz Sen o'sha hammasini hal qilib bo'lding. Tushundingmi? Sen hal qilishing orqali hozir bir odam o'lim bilan kurashyapti. Ular menga ishchi emas. Men ular uchun javobgarman. Borib hozir kerak bo'lsa, uni oilasidan uzr so'rayman, tiz cho'kaman. Sen meni boshqa ko'zimga ko'rinma, marrat. ishing tegib, tez boshingni tayyorla. Hozir paytsaga odamni oldin bormasam, ana prorab hammasini gullab qo'yishi mumkin. Davay. Hozir. Assalomu alaykum Sanjar aka, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Sizga muhim gapim bor edi. Menga qara. Tirik qo'yganingga shukr qil, tushundingmi? Atak boradigan joyingga o'zim jo'natib yuboraman. Assalomu alaykum Sanjar aka, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Sizga muhim gapim bor edi. Qizim, hozir sabr qilib turing. Shunda oshkora kirib chiqay, keyin gaplashamiz. Xo'pmi? O'zi hech narsani yashirib bo'lmaydi. Aden baribir hammasini biladi. Adam kelganda so'qov bo'va bo'lamiz, tushundingmi? Senga akademiklar ham keyin yordam beradi. Ani qarishi hammasini bilsa, hammamiz tomoniz. Qariligimni tan olaman. Lekin eshak ekanligimni bilmagan ekanman. Adam kelganda so'qov bo'va bo'lamiz, tushundingmi? Senga akademiklar ham keyin yordam beradi. Ani qarishi hammasini bilsa, hammamiz tomoniz. Qariligimni tan olaman. Lekin eshak ekanligimni bilmagan ekanman. Adi, men noto'g'ri tushundingiz. Hozir men sizga hammasini tushuntiraman, adi. Men senga imkon bergandim. Lekin sen Adi. Hozir eshiting, meni hammasini tushuntirib beraman. men seni katta qilib topgan rahmatim shumi? O'lik tug'ilsang bo'lmasmidi? Adi, nima deganingiz? Men siz o'g'lingizman-ku. O'g'lingizman? Sen itsan. Bu so'zlarni tilingga ham olma. Narkomanliging mayli, o'z otangni pulini o'g'irlashingga ham mayli. Endi sen odam o'ldirishga o'tdingmi, noinsof? Adi, iltimos, meni eshiting. Adi, iltimos, meni eshiting. Seni qamoqda chiritish kerak, nonko'r. Adajon, meni kechiring. Prosta meni kechiring, men o'zgaraman, Adi. Kechiring deysanmi? Seni Xudo urib bo'lgan o'sha. Senga bandasi teng kela olmaydi endi. Oqpadar. Siz meni hech qachon yaxshi ko'rmagansiz. Odam deb hisoblamagansiz. Doim sizga yoqishga, sizni ko'nglingizga olishga harakat qilganman. Siz mendan o'zingizni bebaho vaqtingizni, shirin so'zlaringizni ayagansiz. Oqpadar, kim bo'l dedim senga? Oqpadar? Men oqpadar emasman. Men sizdan kechdim. Meni boshqa sizniki odam yo'q. O'zing yo'q. Yoqmayaptimi haqiqat, adajon? Mana shunaqa bo'lishimga faqat siz aybdorsiz. Faqat siz.
hamma mehringni ko'chadagi itlaringga berding. Men ham narkoman bo'lishimga faqat sen aybdorsan. Shundaymi, sendan nafratlanaman. O'lsam ham janozangga kelmayman. Dovutlaringni ko'chadagi itlaring ko'tarsin, men emas. O'lsam ham janozangga kelmayman. Dovutlaringni ko'chadagi itlaring ko'tarsin, men emas. Ko'rishish uchun ofis qolib palatada ko'risha olsizlarmi? Yaqin odamlarim oldi bo'liydimda. Men ishni ko'raman deb undan battar ahvolga tushdim qizim. O'zimni o'g'lim shu ahvolga soldi-ya. O'g'il emas u menga hayvon tarbiya qilgan ekanman. Mayli, asabiylashmang. Yaqinda siz operatsiyaga olib kirishadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga hozir tinchlik kerak. Uni chet elga jo'natib merosdan mahrum qilishim kerak. Boshqa yo'lim qolmadi. Ixtiyor. Merosdan mahrum qilaman deydimi? Men seni ham yo'qotishim kerak. Keling, nima yordam kerak? Ani kimligimni bilasan-a? Bu kasalxonani men qurganman. Bu yerdagi hamma narsa menga tegishli. Tagishi sana. Katta ketmang. Bu kasalxona otangizga tegishli. Mana yana bitta sodda ahmoq. Bu qaricholli qancha umri qolganini bilasanmi? Bu уже ikkinchi infarkt. Keyin hamma narsa menga qoldi. Короче, sen anesteziologmisan, kimsan, menga farqi yo'q. Ertalab odam uyg'onishlari kerak emas. Menga uyquga ketishlari kerak. Bu nima deganingiz? Hech narsani tushunmayapman. Sen meni juda yaxshi tushunding. Agar ular ertalabga tirik qolsalar, o'rnlariga sen narigi dunyoga kelasan. Bolalaring yetim, xotining beva qolishini xohlamasang kerak.